Assalomu alaykum aziz tomoshabin. 100+ dasturi yana xonadoningiz mehmoni. Biz bugun O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasidamiz. Suhbatdoshimiz O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zosi Shavkat Abdullayevich Ayub bo'ladi. Avvalambor bugungi faoliyat haqida, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining bugungi faoliyatining asosiy chizgilari nimalardan iborat bo'layotgani haqida suhbatimizni boshlasak. Marhamat. Albatta, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi O'zbekistonni faniga mutasaddi bo'lgan asosiy tashkilot. Bu bilasiz, mana yaqindagina 1 yildan 80 yilligini nishonladik. Demak, 1943-yilda ayni urush qizgan paytda fanni muhimligini bilgan holda mana shu Fanlar Akademiyasi tashkil bo'lgan edi. Shu jumladan bir nechta institutlar tashkil bo'lgan edi. Akademiyaga a'zolar o'shani tayinlangan payt saylov bo'lmagan, chunki saylaydigan odam o'zi yo'q. Shuning uchun hukumat qarori bilan bir nechta akademik, bir nechta muhim a'zo saylangan edi. Shundan keyin juda katta ilmiy ishlar olib borib, butun dunyoga ma'lum mashhur bo'lgan ilmiy maktablar yaratildi o'sha davr ichida. Chunki O'zbekistonning fani ancha kuchli fan bo'lgan, butun o'sha sobiq ittifoqda ham tan olingan. Lekin mana afsuski 2000-yil boshlarida akademiyada ancha qiyinchilik bo'ldi. O'zi qoida bo'yicha, demak, uslub bo'yicha har 3-4 yilda akademiyaga saylov bo'lish kerak o'zi. Eng faol olimlardan akademiyaga muxbir a'zo yoki akademiklar saylanardi. Lekin oxirgi marta saylov 1995-yilda bo'ldi. O'shanda. Va shundan keyin 22 yil davomida biron marta saylov bo'lgani yo'q. Nafaqat saylov bo'lmadi, balki fanga e'tibor ancha susayib ketdi. Mana 2016-yilga kelib sekin-sekin ko'p institutlar yopilib ketdi. Masalan, men o'zimizning matematika institutining direktori bo'lib ishlaganman. O'sha davrlarda bizning institutimiz saqlandi institut bo'lib, lekin akademiya tarkibidan chiqarilib Milliy universitet qoshidagi matematika instituti bo'ldi. Lekin afsuski juda boshqa institutlar, katta yadro fizikasi instituti, fizika texnika instituti, umuman demak aniq fanlarga bag'ishlangan institutlar umuman yopilib ketgan. Hatto yadro reaktori ham o'chirilib, favqulodda vaziyatlar vazirligiga berib olgan edi. Butun gumanitar fanlar institutlar yopilib ketdi. Til, adabiyot, tarix, falsafa, huquq, boshqalar. Ular ham oliy ta'lim muassasalariga yo kafedra, yo markaz bo'lib o'tib ketishdi-da. Ya'ni 2016-yilga kelganda akademiya yopilish arafasida bo'lgan edi. Shavkat aka, endi siz shu yillar davomida men sizni tarjimai holingizni ko'rsam, shu Fanlar Akademiyasi bilan bevosita ishlab kelgansiz. Yo bu yerda, yo boshqa unga taalluqli bir institutlarda ishlagansiz, direktor bo'lib, boshqa mas'ul lavozimlarda. Mana endi o'zingiz bir katta bir olim sifatida aytingchi, buning sababi nimada bo'lgan? Nimadan izlashimiz kerak buning sababini? Shunday bo'ldiki, chet ellarda ko'p davlatlarda Fanlar Akademiyasi yo'q-ku degan gap ham bo'ldi. Masalan, u faqat u sobiq ittifoqda bo'lgan akademiya degan gaplar ham tarqaganda o'shanda. Yoki balki yana bir asos deyishardi, asosan ilm fanlar chet eldagi universitetlarda qilinadi degan gap bo'lardi. Shu bo'lganmi bilmadim, xullas sekin-sekin shu akademiya inqirozga uchradi-da. Buni oqibatlari-chi endi? Endi mana oqibatlarini mana biz keyin ko'rdik. O'zbekistonda ta'lim, fan juda past darajaga tushib ketdi. Mana hozirgacha mana eng muhimi shuki, fanga e'tiborni xalq ko'rgandan keyin, oilalar ko'rgandan keyin u demak fanga o'zini bag'ishlagan odamni kelajagi yaxshi emas ekan degan ahvol bo'lib, oilalar bolalariga bilim berishga yoki mana fan olim bo'lishiga qiziqish qolmadi. Mana buni hozir natijasini ko'ryapmiz. Maktabda mana hozir shuncha harakat bo'lyapti tiklash uchun. Lekin mana endi shu narsani asoratimizni ko'rib turibmiz. Lekin buni
mana hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich prezident bo'lishlaridan oldin 15 yil bosh vazir bo'lib ishlaganlar. Shuni hammasini demak ko'rib turganlarda, ishlaridan sezib yurganlar, shu bo'layotgan ish yaxshi bo'lmayotganligini. O'sha bir yig'ilishda esingizda bo'lsa, o'zlari men yuragimdan o'tkazib yuribman buni. Endi bilamiz u kishi o'sha irrigatsiya institutida ishlagan paytlarida ham buni oqibatlari qanday bo'lishini yurakdan o'tkazganlar. Va mana endi 2017-yilga kelib biz boshqa bir rakursni oldik. Ilm fanga nisbatan bevosita shu fanlar akademiyasini faoliyati nuqtai nazardan bugunga kelib qanchalik biz o'zimizni qayta tiklay oldik? O'sha 22 yillik olaylik yo'qotishlarning o'rnini qoplay oldikmi? Masalan, ishlab chiqarishda reforma bo'lsa 1-2 yilda ko'rinadi. Qishloq xo'jalikda 3-4 yil kerak. Lekin ta'lim fan sohasida yo'qotish bo'lsa, uni asoratini 5 yil, 10 yilda ham tuzatish oson emas. Lekin shuni ko'zda tutib, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev prezident bo'lib saylangan kunlardan aytdilarki, mana shu oyning o'zida dekabr 2016-yil saylangan bo'lsalar, 30-dekabrda barcha akademiklarni, oliy ta'lim muassasalarini yig'ib aytdilarki, fanimizni, ta'limimizni saqlab qolib rivojlantirish uchun nima kerak, nima qilishimiz kerak degan masalani o'rtaga tashladilar. O'shanda har xil fikrlar bo'ldi, lekin mana 17-yilning boshidan bir nechta farmonlar, qarorlar chiqdi Shavkat Miromonovich imzolari bilan. Birinchi navbatda akademiya tiklandi. Barcha institutlar yana akademiyaga tiklanib qaytdi. Undan tashqari ta'limga e'tibor tubdan o'zgardi. Milliy universitet uchrashuvlar bo'ldilar, qildilar, keyin institutlarda uchrashuvlar bo'ldi. Har doim shu fanni, ta'limni masalasini o'zlarini e'tiborlari markazida tutib kelyaptilar shu kungacha. Masalan, birinchi navbatda mana esimda 2019-yilda bizning matematika instituti bilan bo'yicha qaror chiqdi. Ungacha uchrashuvlar bo'ldi olimlar bilan. Bir nechta qaror, farmonlar chiqib, hammasi tiklangandan keyin akademiklar bilan bir nechta uchrashdilar. Bo'limlarga qarab, fizika, matematika alohida, kimyo, biologiya, keyin gumanitarlar bilan bo'ldi. Doim shu masala bilan demak qiziqib turdilar. Hurmatli prezidentimiz va mana 22 yil, nima uchun 22 yil dedik? Chunki 17-yil o'zidayoq saylov e'lon qilindi akademiyaga. Mana oxirgi saylov 1995-yilda bo'lgan edi. Men o'shanda akademiya saylanganda bir nechta yosh olimlar saylanganda o'shanda. Lekin keyingisi mana 17-yil, mana 22 yil orada o'tdi-da, endi natijada nima bo'ldi? Bu 22 yil bir insonning hayoti juda katta vaqt, katta vaqt. Demak, o'sha yerda men avlod desangiz, masalan, men o'shanda eng yosh akademik bo'lgan bo'lsam, 42 yoshda edim. 22 yildan keyin o'sha pensiya yoshiga yetdim. Demak, orada katta akademiklar ko'pi olamdan o'tib ketdi. Saylov bo'lmagandan keyin akademik bo'lmadi hech kim. Shuning uchun juda katta bu vakuum bo'lib qoldi-da. Natija mana asoratini aytyapsiz-ku. Asorat shundaki, avlodlar orasida uzilish bo'lib qoldi. Uzilish bo'lib qoldiki, mana hozir 17-yildan birin demak fanga, ta'limga e'tibor kuchayganini ko'rib, xalqimiz ichida, oilalar ichida shunday tushuncha bo'ldiki, ilm, fan, ta'lim kerak ekan deb odamlar o'zining farzandlarini yaxshi maktablarga berishga harakat qilyapti, bilim olish uchun. Xususiy maktablar bo'lsa ham, kerak bo'lsa pul to'lab ham o'qitishmoqchi yoki mana yangi oliy ta'lim muassasalari ochilyapti boshqa. Mana endi keyingi avlod 3-renessans poydevori deymiz-ku, prezidentimizni demak tashabbuslari bilan shu termin ishlatilyapti. Chunki haqiqatda birinchi, ikkinchi renessanslarni bizni hududimizda qanday buyuk olimlar bo'lgan. Endi 3-renessansi poydevori hozir. Masalan, qachon bizdan ham mana shu Nobel mukofot laureati chiqadi hozir aytolmaymiz, lekin shunga hozir poydevor qilinyapti. Lekin buni bugun qilmasak, ertaga kech bo'ladi dedilar-da. Bu juda og'ir masala-ku, lekin hozir imkon boricha harakat bo'lyapti. Shu akademiyaga, umuman ilm fanga bo'lgan e'tiborning susayishining zamirida qaysidir ma'noda shu ilm fanimizning yutuqlarining kam bo'lishi, qanaqadir natijalarimizda unaqa ko'ngil to'larlik darajada bo'lmagani ham sabab bo'lgan bo'lishi mumkin yoki umuman mana o'tgan olaylik 8 yil atrofida 2007-yildan mana 17-yildan
5-yilgacha o'tgan davrda endi albatta bu katta davr emasdir 8 yil, lekin qaysidir ma'noda muayyan natijalarni sarhisob qilishga yetarli muddat deb o'ylayman. Shu natijalar haqida ham bir tahlil bormi? Mana misol uchun o'sha yillarda olaylik biz yo'qotishlar qildik. Bugungi kunda biz ma'lum bir natijalarga erishdik deb ayta oladigan darajadagi. Albatta, birinchidan o'sha inslar qamati tiklangandan keyin yoshlar kela boshladi. Undan tashqari mana bevosita ishlab chiqarishga qaratilgan inslarimiz bor edi. Bor hozir ham. Masalan, matematikani oladigan bo'lsak, bu ko'proq fundamental fan bilan shug'ullanadi. Hamma fanlarning asosi. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich kelyapti, eslanglar, matematika. Chunki mana bizga injenerlar kerak, yaxshi, to'g'rimi? Injenerlar bo'lish uchun matematikani o'qish kerak. Shuning uchun borki fanlar, ular umumiy, demak, bilimni ko'taradigan fanlar bor. Keyin yana fanlar borki, bevosita keyin ishlab chiqarishga yoki masalan sog'liqni saqlash bo'ladimi, yoki qishloq xo'jaligi bo'ladimi, yoki boshqa bo'ladimi, shularga qaratilgani bor. Mana masalan ximiya sohasida, dorilar ishlab chiqarish sohasida ancha yutuqlar bor. Chet eksportga ketyapti yoki o'sha demak o'sha yadro fizikasi instituti tiklangani, masalan ular o'sha iod izotopini chiqarishadi, u butun sog'liqni saqlash uchun kerak. Masalan dunyoda shunday demak meditsina uchun kerak iodni dunyodagi 80%ni bizning institutimiz chiqaradi. Ya'ni bevosita amaliyotga chiqaradigan institutlarimiz ham bor. O'sha ximiya, botanika institutlari mana aniqlar bilan yoki zoologiya institutlari, bular hammasi bevosita kundalik hayotga demak ta'sir ko'rsatadigan demak yo'nalishlar. Lekin shunday bo'ldiki, mana hozir o'sha matematikaga qimmatbaho uskunalar yoki ximikatlar kerak emas. Shuning uchun bizni matematika sohamiz katta mablag' talab qilmaydi, ular saqlandi. Lekin mana ximiya, fizika, biologiya sohalarida juda qimmatbaho uskunalar kerak, zamonaviy darajada olib borish uchun. Mana o'sha ancha qiyin bo'ldi. Mana endi hozir muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan necha million dollarlik uskuna olib berildi mana shu institutlarimizga. Ancha jonlandi hozirda bu. Shu bilan birga hozir eng katta muammo bizda u kadr masalasi. Mana o'tgan yili prezidentimiz Shavkat Miromonovich muhandislik ta'limi bo'yicha selektor o'tkazdilar-da. Shunda ma'lum bo'ldiki, mana bizda hozir ko'p investitsiyalar kelyapti, chet eldan yaxshi demak texnologiyalar kelyapti. Lekin afsuski biz injenerlarimiz biz tayyorlagan u zamonaviy texnikada yaxshi o'zlashtira olmaydi. Natijada injenerlarni ham chetdan olishga majbur bo'lamiz degan masala ko'tarildi-da. Vaholanki bizda juda ko'p oliy ta'lim muassasalarini injener tayyorlaydi. Lekin shu ma'lum bo'ldiki, ular tayyorlagan demak mutaxassislar zamonaviy texnikani ishlamayapti. Bu ham o'sha yillarda ma'lum bir asoratlar deb ayta olamiz, to'g'rimi? Ayta olamiz, albatta. O'sha bu fanlarga e'tibor kamaygani. Mana bir narsani men aytmoqchiman. O'sha 90-2000-yillarda yaxshi olimlarimiz ketib qoldi. Yo umuman bir sohaga o'tib ketdi. Hali tirikchilik qilaman deb. Yo chet ellarga ketib ishlashdi-da. Chet elga ketganlar qaytib kelishi ham muammo bo'lgan. Ularga munosabat yaxshi bo'lmagan chet elga ketganlarga, o'zingiz bilasiz. Mana hozir aksincha prezidentimiz Shavkat Miromonovich aytdilarki, chet eldagi vatandoshlarimizni salohiyatidan foydalanishimiz kerak. Mana hozir yaxshi talabalarimiz o'z kuchi bilan kirib nufuzli universitetda ta'lim olishyapti. Shular bilan aloqa o'rnatib, ularni qo'llab kerak bo'lsa, keyin shularning salohiyatini o'zimizdan foydalanishimiz kerak. Ya'ni hozir bu sohada munosabat 180 gradusga o'zgardi. Biz ko'ramiz endi albatta mana shu oxirgi yillarda fan doktorlari ko'payyapti. Yaxshi sezilarli darajada ko'payyapti. Bu albatta shu ilm fanga bo'lgan ishtiyoq qolaversa, endi muhtaram yurtboshimizni shu ilm fan bilan shug'ullanayotgan kadrlarni moddiy texnik tomonidan qo'llab-quvvatlashlari, g'amxo'rliklari, o'sha
ustamalar belgilanishi, ularni o'sha oyliklariga qo'shiladigan daromadlarning oshishi deymiz. Endi ikkinchi bir tomon bor. Ma'lum bir davralarda shunaqa gaplar bo'ladiki, ilm qilish uchun olaylik o'sha dissertatsiya deydigan bo'lsak, ilmiy ishni yozish o'zi uncha muammo emas biz uchun deydi. Uni atrofidagi haligi talablar juda ko'p. Shu talablar qanchalik o'zini oqlaydi. Shu masalaga umuman sizning qarashingiz qanday? Yaxshi eslatdingiz. Haqiqatda prezidentimiz tashabbuslari bilan olimlarning maoshi juda oshirildi. 3 baravar, 4 baravar oshirgan joylar ham bor. Bu tarixda bo'lmagan maoshi. Masalan, foizga oshirilardi, 10%, 20%. Bu yerda 200-300% karrasiga oshirilyapti-da. Bu tarixda bo'lmagan voqea olimlar hayotida. Shuning uchun albatta fanga qiziqish ancha kuchaydi. Lekin buni salbiy tomoni ham bo'ldi hozir. Fanga emas, ko'proq daraja olishga, mana aytdingiz-ku, daraja olish ko'paydi deyapsiz. Masalan, haqiqatda o'sha daraja olishda ozgina byurokratik anaqalari ham bor. Lekin eng qizig'i shundaki, haqiqiy olimlar o'shaqa byurokratiyadan qo'rqadi-da. Lekin tezroq diplom olaman deganlar usta bo'lib, ular yo'lini topadi. Ular uchun bu problema emas. Shu natijasida buni prezidentimiz ham yaqinda bir uchrashuvlarda aytib o'tdilar. Yengil-yelpi har xil fan nomzodi, ya'ni hozir falsafa doktori deyiladi, fan doktorlari juda ko'payib ketdi. Bu sir emas. Haqiqiy olimlar anaqadan qo'rqsa, byurokratiyadan. Lekin masalan imtihon bu narsa kerak. Chunki yo'q, imtihon to'g'risida masala yo'q. Formal anaqalar. Men masalan abzasni yaxshi yozmabsan, ular noto'g'ri albatta. Oldin ancha narsa bu sodda edi. Keyingi yillarda ko'payib ketdi shunday har xil. Bilasizmi, shu ilmda ham hamma sohada endi har kuni bir yangilik bor-da O'zbekistonda. Albatta, masalan, ilmni rivojlantirish yo'nalishida qanchalik qiyin bo'lmasin kerak. Olaylik dissertatsiyani o'zini, ilmiy ishni o'zini talablarini kuchaytirish kerakdir balki. Uni o'sha haligi amalga joriy etilishi tomonidan, masalan, ertangi kunda u foydalilik koeffitsiyentini mezonlarini oshirish nuqtai nazaridan bo'lishi mumkin. Lekin masalan, u ichiga kirgan odam biladiki, bugungi kunda rostdan ham masalan ilm qilish o'zi bir boshqa bir dunyoga kirishdek gapda endi. Bu siz katta ilmni katta vakilisiz, shu ma'noda o'sha ishtiyoqqa rag'bat berish nuqtai nazaridan aytyapman-da bu gaplarni. Yo'q, to'g'ri, albatta. O'sha asosiy ilm bo'lish kerak-da. Asosiy talab ilm bo'lish kerak. U masalan har xil formal talablar emas. O'sha chuqur ma'nisi haqiqatdagi ilmda yangilik bormi, bu ishda yo'qmi? Nimadir beradimi yo'qmi hayotga? Ertangi o'quvchiga, talabaga yoki hayotga, jamiyatga nimadir beradimi yo'qmi? Shu nuqtai nazardan bo'lsa, 2025-yilga kelib biz hayotga tatbiq etish nuqtai nazaridan qolaversa, dunyo ilm fani nuqtai nazardan biz dunyo ilm faniga mana bizda mana bu narsa bor yoki o'zimizni ishlab chiqarishimizga mana bu yangiliklarni tatbiq qilish nuqtai nazaridan bir sanab o'ta olasizmi shunaqa bir yangiliklardan bir qanchasini? Fanda endi fundamental fanlar bor, masalan matematika, nazariy fizika, boshqa. U sohada ancha, demak, O'zbekiston ancha yutuqlarga erishdi oxirgi 7-8 yil ichida. Uni masalan hozir butun dunyoda shunday narsa borki, hali qanchalik publikatsiyalarga demak iqtibos bo'lyapti. O'shanga qarab indeks aniqlanadi. Bizni yozgan asarlarimizdan ular sitatalar olishadi. Jurnallarni Scopus degan narsa bor, Web of Science degan narsa bor. O'shanga kirgan jurnallarda publikatsiyalar hisoblanadi hozir. U faqat bizda emas, butun dunyoda shu narsa. Tabiiy, mezon shunaqa. Mezon. U bo'yicha bizning olimlarimiz ancha yutuqqa erishdi. Juda bir necha minglab chiqyapti, har yil iqtiboslar ham ko'p. Endi masalan olimlarimizning ishlari ham masalan o'sha kimyo sohasida, arxeologiya sohasida katta yutuqlarimiz bor. Undan tashqari demak ishlab chiqarishga ham e'tibor bo'lyapti. Lekin shunday bo'lish kerakki, masalan ilmiy ish qilganda sohasiga qarab etish kerak-da. Mana masalan qanday sohalar bevosita hayotga tatbiq qilinishi mumkin. Masalan sog'liqni saqlashda etish mumkin. Mana bu dori chiqarildi, boshqa deb. Lekin bu sohalar u fundamental. U faqat shu umuman nazariy bilimini, dunyodagi bilimni kengaytirish. Lekin shunday narsalar borki, masalan bir ixtiro o'sha daqiqada emas,
100 yildan keyin ham o'zini demak Qiymatini yo'qotmaydi. amaliyoti yo'q, qimmat emas, amaliy tatbiqini topadi. Mana men bir ikkita misol keltirmoqchiman. Masalan, Evklid geometriyasi deymiz. Evklid geometriyasini bir muammosi aslo davomida hal bo'lmagan. Masalan, sizga bitta to'g'ri chiziq berilgan bo'lib, undan tashqari bir nuqta bo'lsa, shu nuqta orqali bu bilan kesishmaydigan nechta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin. Endi bilamizki, bitta faqat parallel bo'lishi kerak. Lekin bu aksiomami yo buni isbotlash mumkinmi degan masala aslo davomida hal bo'lmaganda 19-asrda Ali Lobachevskiy umuman boshqa geometriyani ixtiro qilganki, unda nuqtadan bitta emas, cheksiz o'tkazib bo'ladigan geometriyalar ham bor. Yoki Riemann keyin umuman o'tkazib bo'lmaydigan qilgan. Lekin Riemann geometriyasi keyinchalik demak nisbiylik nazariyasida qo'llangan. Lobachevskiyning geometriyasi hozir mana geopozitsiyani aniqlash bor, lokatsiya mana hozir Sputnikdan demak telefoningizda topib beradi sizga qayerga borishni. Ana unda Lobachevskiy geometriya ishlatilar ekan. Agar o'zimizni oddiy geometriya ishlatsak, aniqlik katta bo'lmasa, xato katta bo'lib ketar ekan. Lobachevskiy geometriyasi programmasidan ishlatilsa, mana aniq sizga o'sha oradan qancha vaqt o'tib ketdi? Orada 150 yil o'tdi. U paytda u faqat bir nazariy narsaga qaralgan, hozir bu amaliyotda hamma qo'llanayotgan narsa. Ya'ni har bir narsadan ham nazariyada chiroyli natija olingan bo'lsa, uni bugunmi, ertami yo 1000 yildan keyinmi albatta bo'ladi. Shuning uchun har bittasiga mana bu qattiq qo'llanadi degan savol berish bu o'rinli emas bo'lyapti. Demak, uni ham bir qayta ko'rib chiqish kerak. Biz mana 3-Renesansda poydevorni qurmoqchi bo'lib shaylanib turibmiz. Umuman mana shu Renesanslarni tarixini o'rgansak, o'sha davrni chuqur o'rganishga to'g'ri keladi va o'sha davrni o'zi muhit yetilib borgan bo'ladi. Ya'ni masalan, o'z-o'zidan Ibn Sino, olaylik Buxoroda tug'ilib, o'z-o'zidan allomaga aylanib qolmagan-ku. Demak, bu faqat bitta mamlakatda ham emas, bu bir mintaqada ham emas. Demak, o'sha shu ilmga bo'lgan muayyan o'sha umumiy bir munosabat shakllanishi kerak. Odamlarda ham, jamiyatda ham, kerak bo'lsa shu davlatda ham, davlatchilikda ham. To'g'ri. Shu nuqtai nazardan bizda hozir shunga qarab ketilayotganini ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. Mana yaxshi eslatdingiz, Al-Xorazmiy ham Al-Xorazmiy tug'ilmagan-ku, to'g'rimi? Demak, uni kimdir o'qitgan, domlalari bo'lgan, shu fandan ham dunyoviy ilmlarni qanday olgan? Kimdir qiziqtirgan uni fanga, to'g'rimi? O'sha davrda keyin Beruniylar chiqqan, Ibn Sinolar chiqqan. Demak, o'sha davrda o'sha muhit bo'lganki, ilm-fan qadriga yetilgan. Lekin Sharqda bir narsasi borki, Sharqda baribir xolismi, xolamismi o'sha davlatni rahbariga bog'liq. Mana o'shanda kimdir boshqarganki, shu ilm-fanni, olimlarni qo'llab-quvvatlagan. Yoki masalan 2-Renessans olsangiz, Temuriylar davrida Amir Temur qo'llab, mana nevarasi buyuk olim bo'lgan, o'zi ham podsho bo'lgan. Demak, o'sha Sharqda shunday narsaki, baribir birinchi shaxsga juda ko'p narsa bog'liq rahbarga, davlat rahbariga. Mana hozir bizda mana prezidentimiz Shavkat Miromonovich tashabbuslari bilan bo'lyapti. Mana 3-Renessansga asos Shavkat Miromonovich siyosatlari. Mana hamma sohada, ayniqsa ilm-fan, ta'limda bu yaqqol ko'rinyaptiki, yer bilan osmon hozirgi oldinga qaraganda odamlarni fikr yuritishida, dunyo qarashi o'zgardi. Ilmga, fanga munosabat. Shuning uchun bu men o'ylaymanki, shu 3-Renessans poydevori xudo xolasa keyinchalik 10 yil o'tar, 20 yil o'tar, uni juda katta hosillari bo'ladi. Katta rahmat mazmunli suhbat uchun. Butun xalqimiz kutyapti mana shu muhtaram yurtboshimiz rahbarligida boshlangan mana shu ulug'vor marra. Ya'ni 3-Renessans poydevori. Biz mana shu poydevorni qurishga ham, mana shuni ko'rishga ham hammamizga nasib qilsin. Sizga va butun mana shu bizning olimlarimizga mana shu ulug' ishda kattadan katta omadlar, muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Aziz tomoshabin, shuning bilan 100+ dasturining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Uzilma